Jahon chempionatiga jiddiy hozirlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Nyu-York shahrida Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga chiqdi. Asosan Niderlandiyaning ustunligi ostida kechgan bahs 2-1 hisobida Lolalar yurti vakillarining g'alabasi bilan yakunlandi. O'yinning birinchi bo'limida Niderlandiya katta bosim o'tkazdi va 32-daqiqada Cody Gakpo tomonidan penaltidan kiritilgan gol evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Shunga qaramay, O'zbekiston vakillari tartibli himoya va xavfli qarshi hujumlar bilan raqibga munosib qarshilik ko'rsatdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalari esa haqiqiy dramaga aylandi. 90+2-daqiqada Igor Sergeyev raqib darvozasini ishg'ol qilib, muvozanatni tikladi va o'zbekistonlik muxlislarga quvonch baxsh etdi. Biroq hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtning so'nggi soniyalarida O'zbekiston darvozasi tomon ikkinchi bor bahsli penalti belgilandi. Cody Gakpo bu imkoniyatdan ham unumli foydalanib, dubl qayd etgan holda o'z jamoasiga g'alaba keltirdi. Mag'lubiyatga qaramay, mazkur o'yin O'zbekiston terma jamoasining jahon darajasidagi jamoalar bilan tengma-teng o'ynay olishini ko'rsatgan muhim sinov bo'ldi. O'yindan keyin terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Menimcha, biz ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rsata oldik. Hisob 1-0 bo'lganidan keyin ham maydondagi tartib va liniyani yo'qotmadik. Jamoa bo'lib harakat qilishda davom etdik va oxirigacha kurashdik. Bunday darajadagi milliy jamoalarga qarshi o'ynash oson emas, biroq jamoam o'yinda ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rdim. Bizga aynan shunday o'yinlar kerak, chunki bunday raqiblarga qarshi maydonga tushganingizda doimo nimanidir o'rganasiz va tajriba orttirasiz. Futbolni xatolarsiz o'ynab bo'lmaydi. Bu mutlaqo normal holat. Bizning vazifamiz futbolchilarga shunday xatolar sonini imkon qadar kamaytirishda yordam berish. Lekin rostini aytsam, men himoyadagi xatolardan ko'ra ijobiy jihatlarni ko'proq ko'rdim. Tayyorgarlikni bir oydan ham ko'proq vaqt oldin boshlaganmiz. Legioner futbolchilarimiz esa keyinroq jamoaga qo'shildi. Shunga qaramay, jismoniy tayyorgarlik borasida yaxshi ish olib borganimizga ishonaman. Albatta, ayrim futbolchilar bilan bog'liq hali yetishimiz kerak bo'lgan masalalar ham bor va biz ular ustida ishlashda davom etamiz. Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Ronald Koeman ham O'zbekistonga qarshi o'yin haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz ushbu uchrashuvni jahon chempionati oldidan juda muhim va foydali sinov deb bildik. O'zbekiston o'ziga xos o'yin uslubiga ega, sifatli va tartibli jamoa ekanini ko'rsatdi. Aynan shuning uchun ham biz ularga qarshi o'ynashni va barcha 26 nafar futbolchimizga imkoniyat berish uchun bir kunda 2 ta o'yin tashkil qilishni xohladik. Bu bahs biz uchun guruhdagi raqibimiz Yaponiyaga qarshi o'yinga o'ziga xos bosh repetitsiya vazifasini o'tab berdi. O'yin borishiga to'xtalsam, qizil kartochkagacha bo'lgan vaqtda hammasini to'liq nazorat qilayotgan edik. Ammo hakamlikdan mutlaqo hayratdaman. Qizil kartochka bilan bog'liq qaror tushunarsiz bo'ldi. Agar jahon chempionatida ham hakamlik shu darajada bo'lsa, u yerda kulgili vaziyatlar ko'p bo'ladi. Hujumchilarimizga kelsak, ular doimo gol urishni xohlashadi. Lekin biz ko'proq vaziyatlar yaratishimiz va ulardan samarali foydalanishimiz shart. Aks holda turnir davomida g'alaba qozonishimiz qiyinlashib boradi, dedi Ronald Koeman. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hamda Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi dastlabki o'yindan so'ng ikkala jamoaning kamroq o'yin amaliyotga ega bo'layotgan futbolchilari o'rtasida 30 daqiqalik 2 taymdan iborat bo'lgan yana bir o'yin tashkil etildi va unda O'zbekiston terma jamoasi Niderlandiyani 2-1 hisobda mag'lub etdi. Bizning safimizda gollarga Avazbek O'lmasaliyev hamda Azizbek Omonov mualliflik qilishdi. Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymar mushak jarohatidan tiklanishni davom ettirmoqda va uning tiklanish jarayoni kutilganidek yaxshi davom etyapti. Bu haqida jurnalist Raisa Simplasio Braziliya futbol konfederatsiyasi ma'lumotlariga tayangan holda xabar bergan. Manbaning ma'lumot berishicha, futbolchi dushanba kuni chuqur tekshiruvdan o'tgan va natijada uning tiklanish jarayoni shifokorlarning rejalariga muvofiq ketayotgani ko'rsatilgan. Neymar Braziliya terma jamoasi tibbiy komissiyasi tomonidan belgilab berilgan reja asosida tiklanmoqda deyiladi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari xabarlarida Neymar jarohat tufayli bo'lajak jahon chempionatini o'tkazib yuborishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Agar hujumchi 14-iyun kuni Braziliyaning Marokeshga qarshi guruh bosqichidagi o'yiniga tayyor bo'lsa, u jamoada qolishi ta'kidlangan. Aks holda 34 yoshli hujumchining milliy terma jamoadagi o'rniga boshqa futbolchi da'vogarlik qilishi mumkin bo'ladi. Angliyaning Everton klubi ukrainalik himoyachi Vitaliy Mikolenko bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi.
Klub rahbariyati 27 yoshli futbolchi bilan yangi shartnomani imzoladi. Unga ko'ra himoyachi 2029-yilning yoziga qadar Mersizaytliklar sharafini himoya qiladi. Yangi bitim klubning tajribali futbolchiga bo'lgan ishonchini yana bir bor tasdiqlaydi. So'nggi mavsumlarda jamoaning asosiy tarkibidan mustahkam o'rin olgan Mikolenko himoyadagi barqaror o'yini, mehnatsevarligi va maydondagi faolligi bilan murabbiylar shtabi e'tiborini qozongan. Ukraina milliy terma jamoasi a'zosi hisoblangan futbolchi ko'klar safiga 2022-yilda Kiyevning Dinamo jamoasidan ko'chib o'tgan edi. Bu davr mobaynida u Premyer Liga sharoitiga tez moslashib, jamoaning muhim futbolchilaridan biriga aylandi. Everton yakunlangan mavsumni 49 ochko bilan tamomlab, Angliya Premyer Ligasi jadvalida 13-o'rindan joy oldi. Klub yangi mavsum oldidan tarkibni saqlab qolish va kuchaytirish yo'lida ish olib bormoqda.